To'g'ri, Chevrolet Tahoe tashqi dizayni o'zgachiligi bilan ajralib turadi. Lekin Ford kompaniyasi haqiqiy san'at asari qanaqa bo'lishligini dunyo yuziga ko'rsatib qo'yadi. Bu bir xillikdan zerikkan qalblarni zabt etadigan amerikanskiy shedevr. Ford Expedition King Ranch, ya'ni rancholar qiroli 2025 yangilangan kuzovda. 7 o'rindiqli, panorama tomli, premium akustika, premium koja. O'rindiqlarda elektropaket, abduf, podogref va hattoki massaj sistemasi ham mavjud bo'ladi. O'lchami va og'irligi bilan deyarli bir xil bo'lgan bu avtomobil chiroylimi yoki Chevrolet Tahoe? Yangilangan eksteryer, yangilangan optikaga ega bo'lgan bu avtomobilimizning narxiga keladigan bo'lsa, bojxona to'lovisiz bor yo'g'i 83 ming AQSh dollar bo'ladi. Faqatgina King Ranch uchun taqdim qilinadigan diska va R20 Michelin ballonlarida yuradigan omborxonamizning eshigi 2 tabaqa bilan ochiladi. Bahaybat Godaslarni bor yo'g'i 0 dan 100 gacha 5.5 sekund sarf qiladigan 3.5 litrli twin turbo 400 ot kuchi bo'ladi va obrazli 6 silindrga va 631 Nm bo'ladi. Ma'lumotlarga qaraganda yoqilg'i xarajati Gentra bilan почти bir xil bo'ladi.